Nomzod qaysi saboqni unutmasligini maslahat berasiz? O'lim degan saboqdir. O'lim? Bir kun o'lish kerakligini aniq biladi inson. Unutmaslik kerak. Eng go'zal saboq bo'lsa kerak shu. Bo'ldi. O'lim, nuqta. Hamma narsa tugaydi. Palonchi pismadonchi o'ldi. Endi palonchi pismadonchi emas, endi u mayyit. Mansabingiz bor, o'lgan kuningiz almashtirib qo'yishadi. Tahu mashinasi bor. O'ldi, bo'ldi. Tahu yo o'g'lingizga, yo ukangizga, yo xotiningizga qoldi. Endi u sizniki emas. Hattoki bilasizmi nima bo'ladiki, nomingizdan ham o'chirib o'zining nomiga o'tkazib oladi. O'lim sizga tegishli hamma narsani to'xtatadi. Hamma narsani. Odatda bizning muammolarimiz o'limni eslamaganligimizdan. O'lmaydigandek bo'lib yashaymiz. O'limni ko'proq eslang, inoyatullo aka, unaqa yugurmaysan. Nomzod qaysi saboqni unutmasligini maslahat berasiz? O'lim degan saboqdir. O'lim? Bir kun o'lish kerakligini aniq biladi inson.